İltimos xalqim, yordam beringlar menga. Bolalarim yetim qolmasin. İltimos. Mana bu xonadonni ko'ryapsizlarmi? Hozir men Andijonda Bo'zsuvdaman. Mana shu yerda bir ayol 6 yildan beri jigar sirrozligidan, pul yo'qligidan aziyat chekib kelyapti. Ahvol juda og'ir. Hozir ko'rib o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Mana uy oshxonalari ham bu yoqda. Bu yerda bir opamizga juda katta sinov kelgan. Mana Kechalar bo'lib qolmasmikan deb o'ylab chiqaman. Bir tomonim shunday ham yo'g'im sanchib kechalar uxlolmayman hecham. ko'rdi, yig'lama. Yordam beringlar menga. Bolalarim yetim qolmasin. Iltimos. Shu kindigigacha chiqib ketgan jigar sirrozni eng og'ir etobi ayol kishi endi ochib ko'rsata olmayman. Ahvol ko'rib tursa mana 3 ta bola 6 yildan beri shu ahvol. Eri oddiy dalada suvchi bo'lib ishlaydi. Iltimos xalqim yordam beringlar, ayajonim tuzalib ketsin. Ayam yordam beringlar. Ayam tuzalib ketsin. Bo'ldi, opa, yig'lamang. Yig'lamang, opa. Mana ko'ryapsizlarmi aziz vatandoshlar? 6 yildan beri pul yo'qligidan mana shu holatga kelib qolgan oxirgi ahvol. Bu yerda Andijonda bir ikkita blogerlar olib chiqqan, undan 3-4 million zo'rg'a pul tushgan, uni ham mashinaga yechtirib qo'yishgan. Itemganlar Alloh taolo qiyomatda o'sha pulni yechib olganda o'zini ota-onasiga yo farzandiga demayman, o'zi mana shu kasallik bilan chalinsin. Aziz vatandoshlar, hozirda men Andijon Bo'z rayonidaman. Hozir opamni uyiga ko'rgan keldim. Uyning sharoiti ham juda og'ir. Ahvolni ko'rib turibsizlar, zudlik bilan yordam berishimiz kerak opaga. Toshkentga olib ketyapman. Kelasi payshanbalik kunimizga mana shu opani olib ketamiz. Aziz vatandoshlar, befarq bo'lmanglar. Maksimal videoni tarqatamiz. Andijon viloyati Bo'zsuv tumanidagi bemorimizni Toshkentga olib keldik. Ahvol juda og'ir. Mana bu yerda ukasi turibdi. Mana o'g'ri bemorni, mana opalari va kelinlar. Aziz vatandoshlar, meni ehson videomni ko'ryapsiz-ku, iltimos videoni oxirigacha ko'ring. Mashinniklarga aldanib qolmang. Meni videomni kesib boshqa kartalarni qo'yib olishi mumkin. O'shaning uchun meni videomni qayerdan ko'rsangiz ham, videoni oxirigacha ko'rganingizda men bemorning qarindoshlari o'zining nomidagi kartalarni, ism familiyalarini og'zaki ham aytaman. Kelishdiki, hozir bemorimizni o'zining nomiga ochilgan. Kartalari hammasi Hamkor bank. Husan va Feruza bemorning nomida. Ergashev Akmaljon ukasi, u ham Hamkor bank. Rahmonov Dilafruz opasi bemorning. Ro'zbayev Muhammad Yusuf bemorning o'g'li. Ergash va Gulnoza bemorning kelinlari. Ya'ni ukasining kelini. Aynan mana shu ism familiyalar chiqsagina keyin kartalarga hissa qo'shing. Mana ko'ryapsizlar, kartani ko'pgina qo'yib qo'yapmiz. Har biriga harakat qilib ko'ring. Har biriga tushira olmayapsizmi? Demak, kartalar limitga tushgan. Bugun kechasi 12:00 dan keyin yana yangi limit ochiladi. Aziz vatandoshlar, qo'lingizdan kelgancha kelinglar. Mana shu insonni yashab qolishida. Uyning ahvolini ko'rdinglar. Eri bir oddiy suvchi ekan. 3 ta farzandi yetim qolib ketmasin. Zudlik bilan Hindistonga jo'nashimiz kerak. Zagram pasportlarni olib qo'yib tayyor qilib qo'ydi, faqat pul yo'q. Bugun 14-may haftaning payshanba kuni. Ertaga 15-may juma kunigacha soat 9:00 gacha 24 soatlik ehsonimiz ochildi. Videoga like bosamiz, kommentarga soat 5larni chorlaymiz, minglab insonlarga yuboramiz. Kartalarga iltimos o'zimga so'ramayapman. 5-10 minglik limit pul bilan to'ldirib qo'ymanglar, chunki limit degan narsa bor. Biz 30-40 ming dollar pul yig'a olmay qolyapmiz. Meni Alloh uchun to'g'rishinglar. Qani, hasbunallohu ni'mal vakil. Aziz vatandoshlar, bemorimizni o'sha Toshkent shahri Olmazor tumani o'sha shifokorlar ko'chasi Gipograntga olib keldim. O'zim shu yerda turaman deb video qilayotgandim. Yo'q, keladigan kam bo'lyapti, lekin bemorlar yo'q, hozir imkon ham yo'q desam kelyapti. Shuning uchun o'zim turmayman. Bu yerga olib kelishinglar shart emas. Agar naqd pul bermoqchi bo'lganlar, mana quyidagi raqam boshqa vajlar bilan bezovta qilmaydi, faqat naqd bermoqchi bo'lganlargina mana shu nomerga telefon qilsanglar, men Mohira singlimni ulab beraman, borib sizlardan pullarni olib keladi. Naqd bermoqchi bo'lganlar uchun. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin.